bu yerda asfalt beton qoplamasining yakuniy qatlamini yotqizish ishlari qizg'in davom etmoqda. E'tibor bergan bo'lsangiz, jarayonlar jamoat avtobusi yo'lagida boshlandi. Bu yo'l qoplamasi uchun maxsus tarkibli asfalt ishlatilmoqda. Unga avtobus yo'lagida iz hosil bo'lishini oldini oladigan qo'shimchalar qo'shilgan. Ya'ni og'ir avtobuslar tormoz berganda yoki harakat boshlaganda yo'l shaklini o'zgartirib yubormasligi juda muhim. Umumiy uzunligi 13 kilometr yo'l pishima asfalt qoplamasi bilan yotqizildi. O'rtada avtobus bo'lagi ajratilgan 4 kilometr uzunlikda pishima antikalini 20 qoplamasini ishlatyapmiz. Bu O'zbekistonda birinchi sinovdan o'tkazyapmiz. Bu asfalt turini yotqizishda texnologiyasi sari boshqacharoq. Asfalt zavoddan 190 gradus, 185, 190 gradusda asfalt pishima chiqib keladi antikalini. Obyektni yotqizish vaqtida 165 gradusdan past bo'lmagan haroratda yotqiziladi. Katoklarning yurish yo'llari hammasi o'rganib chiqilib, bosilayotgan paytda temperatura tushib ketmasligi, hammasi laboratoriya xodimlari bilan birgalikda nazorat qilib olib boramiz. Tarkibidagi xomashyolarni asosiy mineral dabavkalar xorijiy hamkorlarimizdan olamiz. Qolgan tuxum, shebin, qolgan materiallar o'zimizning mahalliy xomashyo hisoblanadi. Hozirgi kunda Sho'rta Rustaveli ko'chasida olib borilayotgan rekonstruksiya ishlari bo'yicha bizning korxonamiz tomonidan asfalt beton qorishmalarimiz yetkazib berilmoqda. Bu asfalt qorishmasining asosiy xususiyati iz qoldirmaydigan xususiyatga ega. Yillik ta'mir ishlari kamayadi, yo'lni tekisligi juda ham yaxshi bo'ladi. Ushbu xususiyat jamoat transport yuradigan yo'laklar uchun juda muhim. Jamoat transportida avtobuslar harakatlanadi, ularning yuklama og'ir bo'ladi. Shu sababli biz unga maxsus ishlov berilgan qo'shimchalar asosida polimer chaxtosh mastikal asfalt beton qoplamasi ishlab chiqdik. Chaxtosh mastikal asfalt betonning farqli tomoni shundaki, chaxtosh mastikal asfalt betonning g'ildirak izi chuqurligi 3,5 mm bo'lsa, jamoat transporti uchun mo'ljallangan maxsus chaxtosh mastikal asfalt betonning g'ildirak izi chuqurligi demak 1,5-2 mm atrofida prognoz qilinmoqda. Umumiy qatnov qismidagi birinchi ta'mirlash muddati 10 yil, mukammal ta'mirlash uchun 20 yil prognoz qilinmoqda. Jamoat transporti uchun mo'ljallangan, BRT uchun mo'ljallangan chaxtosh mastikal asfalt betonimiz esa 12 yil va mukammal ta'mirlash uchun 24 yil xizmat ko'rsatish muddati prognoz qilinmoqda. Ta'kidlash kerakki, bu yo'l uchun yotqizilayotgan qoplama tarkibi ustida Gruziya, Ukraina va Estoniyadan kelgan mutaxassislar birgalikda ish olib borishdi. Chunki Toshkentning iqlimi o'ziga xos, kunduzi issiq, kechasi esa salqin bo'ladigan kunlar bor. Shu sababli asfalt tarkibi maxsus moslashtirilgan. Hozircha bu texnologiya dunyodagi eng ilg'ori hisoblanadi.